bu vitamindan voz kechdim. Voz kechdim. Agar farmatsevt ayol bu gap aytmaganda, ishoning, men bolamga vitamin ichirolmadi, prosta organizmiga chirk yig'ayotgan bo'lardim. Chunki ko'p farmatsevtlar buni bilmaydi yoki bilganlari ham sizga aytmaydi. Men buni sizga aytaman, lekin siz buni hech kimga aytib qo'ymang, chunki bu mening sekretim. Qarang, men farzandimga to'xtovsiz ichiradigan narsam bu D3, chunki u birlamchi vitaminlar qatorida turadi. Va D3 ni bilasiz, eng yaxshi singadigani bu yog' bilan aralashgan. Yog' bilan aralashgani bu kalidan. Agar kalidanni siz sostavini o'qib ko'rsangiz, sostavida nima bor bilasizmi? Kastrovое maslo bor. Ya'ni boshingizga maska qilganda sursangiz, u kastrovое masloni bir 3-4 marta yumagunicha ketmaydi. Odam organizmida bo'lsa, u prosta chirk bo'lib yig'ilib qoladi. D3 ni umuman bir tili foydasi bo'lmaydi. Faqat zarar bo'ladi. O'shaning uchun men hozir boshqa D3 ga o'tdim. Sostavida aynan olivkovoy maslo bor. Bunaqa D3 ni topish qiyin. To'satdan topib qoldim. Agar shu D3 sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentda D3 so'zini yozing. Men sizga qanaqa D3 ichirayotganimni jo'nataman. Bu reelsi bo'lsa, hech kimga jo'natmang, chunki buni farmatsevtlar ham bilishmaydi yoki sizga aytishmaydi.